Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Tega Do'st kanali bor. Bugungi videoda 17 versiyaga tushadigan top 5 ta eng zo'r modlarni ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki DJlar videoni oxirida bu modlarni qayerda yuklab olishni o'zim ko'rsatib o'taman do'stlar. Video yoqsa videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Unda videoni ko'rishga go do'stlar. Xo'p do'stlar, endi sizlarga top 5-modni ko'rsatib o'taman. Bu modning nomi Noob Pro Hacker deb nomlanadi. Mana tuxumlar bor. Hoppa, endi bularni qo'yib ko'rsataman sizlarga. Mana Pro, mana bitta hacker ekan. Mana endi Noob. Bu bilan ko'proq videolar bo'ladi. Masalan, piramidalar jangi, yana nima desam bo'ladi? Labirintlar jangi, uylar, kublar shunday qilib ko'proq videolar bo'ladi. Bu mod haqida boshqa gapiradigan narsa qolmadi. Endi 4-modga o'tamiz. Top 4-modga ham yetib keldik. Endi bu mod haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tsam, bu mod orqali uddalab bo'lmas narsalarni uddalasa bo'ladi. Xo'p, mana endi craftni olib olamiz. Bu craft orqali qaranglar endi. Mana kirib olamiz. Mana bunday qaranglar. Bu orqali yasab bo'lmaydigan narsalarni ham yasash mumkin. Masalan, bambu elektrani dragonani o'ldirib, o'lib, xullas juda ham qiyinchilik bilan topasizlar, lekin buni yasash osongina ekan qaranglar. Men bu o'rgimchakni arkoni, keyin pat, temir, xullas o'sha narsalar men buni ham yasash bo'lar ekan. Men buni umuman yasash mumkin, yasab bo'lmaydi o'zi degan surib oldi, lekin bu mod bilan iloji bor ekan do'stlar. Keyin yana men buni ham yasash bo'lar ekan. Keyin yana eng qiziqarli tomoni hozir qaranglar. Men bittamidi yo'q, bu yerda emas ekan. Hozir topamiz buni do'stlar. Men buni ham yasash bo'lar ekan, men qaranglar. Men buni vabsim cho'tkagan, men buni ko'rmagan ekanman. Yo'q, buni ham yasash bo'lar ekan. Yo'q, buni ham yasash bo'lar ekan. Yo'q, buni yasash bo'lardi. Keyin bunda eng qiziqli tomoni bedrockni ham yasash bo'ladi. Qaranglar, hozir men tuxumlarni ham mana ko'rasizlar. Boy bir masalan, men bu shitelni tuxumi bedrock obsidian bilan otgan tosh birlashtirishlar bedrock paydo bo'lar ekan. Mana bu tuxum, keyin yo'q, bularni bir zo'rcha bo'lar ekan. Mana ham zo'rcha bo'lar ekan. Bo'ldi o'shalar. Bu modni hali men unchalik ko'rib chiqqanim yo'q edi. Oddiygina elektronni yasashni ko'rib chiqqandim. Tuxumlarni yasashni bo'lar ekan. Hop, boshqa bu mod haqida gapiradigan narsa qolmadi. Videoga bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Hop, endi 3-modga o'tamiz do'stlar. Go unda. Mana endi top 3-mod nimani sezgan bo'lsanglar, men bunda yuradigan, sakraydigan va men bu invertorni nima bo'ladi? O'sha xullas, masalan, osadiganni yo'qotib yuboradi. Men bitta chatni turadi, lekin ko'rmay turadi. Hozir buni topib olayman. Bu emotsiya ekan. Bu yo'q, bu nastroyga kiradigan joy. Hozir topaman do'stlar. Yo'q, boshqa yana. Yana joy bosdim. Hozir topaman. Meni topdim do'stlar. Ko'p Minecraft o'ynaydigan odamlarga bu juda ham oson tuyuladi. Chunki ko'p Minecraft o'ynaychilar qaysi tugmacha qayerda turganini bilib olasizlar. Mana hozir men qaysi yuradigan narsa neda turganini bilib turibman. Chunki men ko'p vaqtdan beri Minecraft o'ynayman. Hop, bu mod haqida boshqa gapiradigan narsa qolmadi. Ko'pincha YouTuberlarga ko'proq kerak bo'ladi. Video olganda mana narsalar xalaqit bermaydi, ko'rinmay turadi. Hop, endi keyingi modga o'tamiz. Bu mod haqida boshqa gapiradigan narsa qolmadi. Hop, top 2-modga go. Hop do'stlar, top 2-modga ko'rsatsam, bu animatsiya, men bu yurganda, sakraganda, uchganda, bu uchganiga mana. Endi bu uchganlar Supermenga o'xshab o'sadi qaranglar. Hoppa, qaranglar, cho'tka ekanligi menga yo'qdi. Nimamiga qaranglar, urganda cho'tka animatsiyasi chiqar ekan, mana. Endi buni qo'lga qilich berib ko'ramiz. Mana kamonni ham, shitni ham, buni ham xullas. Hoppa, mana urganga qaranglar. Hoppa. Ko'rasizlar? Orqasiga turishinglar, o'tirsak, mana. Xuddiki himoyalangandek, endi kamonni. Mana. Ko'rasizlar? Hoppana, peshonasiga tegdi. Hop, men bu shitni olsalar, qaranglar. Mana. Cho'tki nima bo'ladi? Shu animatsiyasi cho'tki men yo'q to'g'risini men nima dedim. Men buni olsalar, hoppana, mana qaranglar. Xuddiki men bu kinolardagidek hoppana. Ostiga qaranglar. Qo'lini cho'zib turib ekan. Hoppana. Menga bu mod juda ham yoqdi. Men qaranglar, ussa ham mana.
Superman ko'rsat mana. Juda ham zo'r ekan. Oppona. Hop, bu mod haqida boshqa gapiradigan narsa qolmadi. Ko'rdinglar? Yuqoridan nima qildi u? Chansosga. Yo! Bunaqa narsasi borligini endi bilsin do'stlar. Hop, keyingi modga o'tamiz. Top 1-mod hamma kutayotgan mod do'stlar. Hop, mana top 1-moddan keyin bu modlarni qayerda yuklab olasiz o'zim ko'rsatib o'taman do'stlar. Hop, endi top 1-modga go. Top 1-modga ham yetib keldik. Endi buni sizlarga ko'rsatib o'tsam, bu top 1-mod shader do'stlar. Bu shaderni sizlarga ko'rsatib o'tsam, mana qaranglar. Mana bu o'tlar qimirlab turishga keraklar, mana bu gulga. Bu qimirlayaptimi o'zi? Qimirlayotgan ekan. Mana bu molda animatsiya so'kilgan, lekin hozirga soyalar, suvni qimirlashi bo'ladi. Hop, mana qaranglar. Yo'q bana. Lekin nezerda juda ham cho'tki bo'lyapti. Mana bu soyaga qaranglar. Demak, o'tlar mana qimirlab turibdi. Endi buni tun tushganda sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana do'stlar, tun ham tushib qoldi. Endi sizlarga uni ko'rsatib o'taman. Mana qaranglar. Tunda demayman bo'ladi. Oyni yorug'i ham mana. Men bu nima zamonda mashalalar bilan uyni ichiga qaranglar. Xuddiki realistichniy, lekin ham narsa to'rtpisak bo'lganiga unchalik ham realistichniy bo'lmaydi. Hop, sizlarga endi fakelni olib, mana bunday qilib, hop, sizlarga ko'rsatib o'taman. Hop, mana yorug'lik, qop-qorong'i joyga, hop, mana. Xuddiki Minecraftga o'xsham, lekin agar bu to'rtpisak bo'lmaganida xuddiki realistichniy o'yin bo'lgan bo'lardi, lekin bu nimaga qimirlayapti bu? Juda qimirlayapti bu do'stlar. Hozirlarga nezerga borib ko'rsataman do'stlar. Mana do'stlar, nezerda nima gaplar bo'lyapti desalar, mana shunaqa ahvol, hamma yerda bir balo oq bir narsalar aytsalar, uchib yuribdi. Mana bu narsa ham yo'q, bu narsa ham qimirlayapti. Hop, mana, lekin qizil o'rmonda cho'tki bo'lar ekan. Hozirlarga lavani qanaqa, bu lavani qanaqa ko'rsatsa, mana lava. Yo! Yuqoriga pastga tushsalar lava nima qimirlar ekan. Hoppana. Yo, endi bu ularni qanaqa bo'lar ekan? Mana chiqib turamiz. Bu yerda hamma blok qimirlar ekan, nima qaranglar. Yo, bana. Hop, endi sizlarga o'zimizni olamiga borib, sizlarni bu modlarni qayerda yuklab olasiz, sizlarga o'zim ko'rsatib o'taman do'stlar. O'zimiz olamga ham kelib oldik. Endi sizlarga bu modni emas, bu modlarni qayerda yuklab olasiz, sizlarga ko'rsatib o'taman. Aytib o'taman to'g'rirog'i, bu modlarni Digiduz modlar kanalida yuklab olishingiz mumkin. Bu Telegram kanalini silgasini mana shu videoni ostida tasab qo'yganman. Bosib o'tib, obuna bo'lib, bu yerdagi modlarni yuklab olib, maza qilib ishlatishingiz mumkin. Albatta bu modlar 1.17 versiyaga tushadi. Mana shu modlarning barchasi. Xo'p, do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bundan hammaga xayr do'stlar.